Bilinar bilinmas. Baribir bo'ladi lekin havo. Oynalar mana yopiq, o'zi vakuum holatda ochilib yopilishlari. O'rta eshik va bagaj ko'rsatib o'tamiz. Mana kichkina joydan ham bo'ladi. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, mana shuni taylasa oladi. Tomon. Xo'p, vakuum bo'ladi. Bular общий salon, chunki zaslonkasi yo'q, havo chiqib ketayotgan. Shuning uchun vakuum bo'ladi. Boshqa mashinalarga qaraganda juda ham kuchli bo'ladi. O'rta eshik va bagajlarda hashti bilinmaydi. Regulirovkada oldi eshiklarida 30-40% baribir seziladi. Xohlaymizmi, yo'qmi? Bosim bo'lgandan keyin qaysi eshik yopilgan bo'lsak, havo o'shanga uradi. Ozgina 30-40% nisbatan qotadi. Mana hozir ochib yopilishini ko'rsatib o'tamiz. Bir xil tempda ochilib yopilishini ko'rsatamiz. Bilinar bilinmas. Baribir bo'ladi lekin havo. Mashinamiz shumaysalatsa bo'lmagan. Hozir ko'rsatib o'tganimiz bu vakuumsiz holatda ochilib yopilishi edi. Mana bagajni ham ko'rsatamiz. Mana shunday ochilib yopiladi. Vakuumsiz holatda.